Go'zal homilador qizlarimiz, kelinglar, bugun sizlar bilan bokovoy желудочкаlar mavzusida gaplashamiz. Har doim ham praktikamizda faqat yaxshi sabitiylar va yaxshi holatlar kuzatilmaydi. Ming afsuski, homilador qizlarimiz shamollashini oddiygina insti poroshoki bilan tuzataman deb o'ylaydi hamda homilasini holatiga baho berisha olishmaydi. Buning natijasida homilani bosh miyasida qaytarib bo'lmas jarayonlar ham hattoki yuzaga kelishi mumkin. Bugun praktikamizdagi aynan shu holatni sizlarga ko'rsatmoqchi. 22 haftalik hozir homilani ko'rganmiz. Bosh miyasini ahamiyat berib qaraysizlar, qizlar. Bosh miyani shamollash o'z vaqtida davolanmagan, ahamiyatsiz yurilgan. Oldin bokovoy желудочкаlar 8, 10, 12, 15 va hozirgi holatda уже 30 ga yaqinlashib qolgan. Vнимательно qarasanglar, mana miya strukturalarini полный ikkita tomonga siljib, смещать qilgan, ya'ni qisib qo'ygan. Bosh miyani ichini полный suyuqlik egallagan. Faqatgina biz o'rtadagi ikkita yarim shari ajratib turuvchi egatini ko'rganmiz.